Gulchehra baliqlar o'z ehsonini tarqatishni boshladi. Qani ketdik. O'tgan videomizda keyingi ehsonimiz qayerda bo'lishini so'ragan edik. Azizbek Ibragimov kommentni bizani o'ziga tortdi va biz bu yerga tashrif buyurdik. Otajon Hoji Guzarida ko'zi ojizlar tadbir bo'lyapti degan kichikroq tadbir va o'sha yerga biz o'z ehsonimizni bugun o'sha yerga olib keldik. Bugungi ehsonimizni egalariga topshirib keldik. Endi men bir narsani ta'kidlab o'tishim joiz. Men bir o'zim hech narsa qila olmayman. Menga obuna bo'lgan, kommentariyada yaxshi gaplar gapirayotgan va menga mijoz bo'lib kelib baliq yeyotgan har bitta mijozimni, har bitta obunachimni poddeshka qilayotgan hammamiz birgalikda qilyapmiz bu narsani. Men bir o'zim hech narsa qila olmayman. Obuna bo'linglar, poddeshkada bo'linglar, kelib baliq yeyinglar, mijoz bo'linglar. Keyingi ehsonimiz qayerda bo'lishini kommentariyada belgilanglar. Eng yuragimizga interes bo'lgan kommentariy egasini topamiz va ehsonlarni topshiramiz. Faqat birgalikda.